qarang, ajoyib separ ekan suvni. Aylanib, hozir mana shu sepishi bo'yicha 3 metr o'ngga, 3 metr chapga taxminan mana shunaqa 6 metr diametrga xullas suv sepib beryapti. Ko'rib turganingizdek, mana tayyor nabor. Nima narsalari bor buning ichida? Qarang, shlankasi bor. O'zingiz bemalol sinfga qilib tasha olasizda, o'z qo'lingiz bilan uyingizga. To'g'ridan to'g'ri shundoq xohlasangiz vodoprovodga ulab qo'yasiz, xohlasangiz anaqa timer ham bor bizda. O'z-o'zidan har kuni belgilab qo'ygan vaqtingizda o'zi sug'ariladigan narsalarga shunday ulab qo'ysangiz bo'ladi. Anaqa shlankalari bilan xullas mana shu paketda bo'ladi. Hozir men sizga buning ichida nima narsalar borligini birma-bir obzor qilib beraman. Ana bo'lmasa, qaranglar. Ichida shlankasi bor. Ya'ni bu shlankasini metrlarigacha o'rtoqlik kelinglar, men sizlarga tushuntirib beraman, qaranglar. Xo'p, 15 metr shlankasi bor ekan komplektida. Keyin o'zini mana anaqa temir alyuminiy shlankasi bor. Ko'ryapsizmi? Bu alyuminiy shlankasi bilan ham ichida yana nasatkalari bor-da. Qarab turasiz ko'rsam. Mana paket ichida yozib qo'ygan hamda bitta har xil nasatkalari kerakli zapchastlarni yozib qo'ygan. Juda ham oddiy, oson, o'zingiz bemalol qilib tasha olasiz. Mana buni ko'ryapsizmi? Tayyor. Shuna yerga suv qo'ysangiz bo'ladi, shlankasini ulab turib. Va buni ustiga ham alyuminiy shlankasini qo'yasiz. Mana bo'ldi, ulanadi. Shuna qilib qo'yishingiz bilan ulanadi. Keyin anaqa springlari bor. Qarab turing. Mana. Shunda mana buni olib kelib o'ziga bosib qo'yasiz. Keyin mana bu joyidan qarab turing mana yerga. Shuna tiqib qo'yasiz. Yana ham katta shlankasini ham kerakli joydan shuna ulab o'zingizga ma'qul bo'ladigan joyga akkuratlik qilib yig'ib olsangiz bo'ladi. Bu komplektimizning narxi hozirgi paytda o'rtoqlar 500 ming so'm sotyapmiz. Agar shu narsa kerak, telefon qiling, yana skidga siz uchun kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.